Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar. Mana hozirgi kunda zamonaviy inson xohlaydimi, xohlamaydimi, telefon, televizor, kompyuter bilan o'zaro bog'liq bo'lib qoldi hayotimiz. Agarda sizda mana ko'zda charchash holatlari, ko'zni qurish holatlari yoki uzoq tikilib turganingizda ko'zingiz yosharish holatlari bo'layotgan bo'lsa, uzoq masofaga mashina haydab borganda ko'zda toliqish belgilari bo'layotgan bo'lsa, beta-karotin lutein bilan kompleks holatda bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Lutein nimasi bilan yaxshi? Lutein tarkibidagi bu asosiy modda bo'lib, aynan svetofiltr, mana shu ekranlardan chiqayotgan o'sha siniy svet deydi, mana shu holatlarni kesish xususiyatiga ega. Bu sizga kompyuter, ekran, telefon, televizordan, har xil gadjetlardan chiqayotgan yomon o'sha nurni himoya qilib ushlab qolish xususiyatiga ega. Tarkibidagi beta-karotin esa vitamin A ni o'tmishdosh hisoblanadi. Bu bizda mana shu shapko'rlik holatini betamiz yoki kuriya slipota. Mana shuni juda ham yaxshi himoya qilish xususiyatiga ega. Demakki, sizda yoshga doir holatlar bo'lyaptimi? Kitob o'qiganingizda ko'zingiz yoshlanishi, kitoblarga ko'zingizni qisib qarash holatlari bo'layotgan bo'lsa, ko'zni qurish holatlari bo'layotgan bo'lsa, marhamat, oq nurga qaraganingizdan keyin ko'zingiz hech narsani ko'rmasdan qamashib qolayotgan bo'lsa ham, bu aynan siz uchun. Yoshga doir o'zgarishlar, bemalol ko'zdan o'tkazilgan har xil operatsiyalar yoki ko'zda o'tkazilgan travmalardan keyin ham iste'mol qilishingiz mumkin. Aynan 35 yoshdan keyin ko'proq aytamiz. Aksariyat bizning xalqimiz orasida shunaqangi tushuncha borki, 40 dan keyin o'zi ochki taqish mumkin deb o'ylashadi. Aslida 40 dan keyin ham ochki taqmaslik uchun mana shunaqangi biofaol qo'shimchalarni ichib yurishingiz mumkin. Bemalol iste'mol qiling. Bundan tashqari bu ikkala tarkibidagi moddalar immun quvvatingizni yaxshilaydi, teringizni go'zal va chiroyli qilib yoshartirish imkoniyatiga ham ega. Demakki, tarkibida lutein hamda beta-karotin bo'lgan mahsulotlarimizdan ajoyib ko'z uchun maxsus formula.